ba'zi xabarlar ham chiqdi. Aziz estet storiesida qo'ydi. Ikkita odam o'zini osib qo'yganini aytishdi. Yaqin tanishim deyapti. Mol holigacha sotgan, bankdan kredit olgan va mana shu jangda Hamza Chimayevga tikkan. Onlayn orqali tikadi. Tikkan, yutqizdi, tamom tugadi hamma narsasi. Bir kunda. O'zini osib qo'ydi deyapti. Endi ne qadar to'g'ri bilmayman. Osib qo'ygan bo'lsa, oxirati ham ketdi uni. Alloh asrasin. Bitta qimorning orqasidan dunyosi rasvo bo'ldi, oxirati ham kuyib ketdi. O'zini osgan odam jannatga kirmaydi. Hadislarda kelgan shunaqa. Osib qutulaman deyish u noto'g'ri. Qimor mana shunaqangi rasvo narsa. Mana bizni kuzatib turganlar, agar qimor o'ynayotgan bo'lsangiz, dunyoyingizda xor bo'lishingizni, oxiratda rasvo bo'lishingizni kutib turing. Qimor o'ynab dunyosi aziz bo'lib ketgan biror dona odam yo'q. Kapitalistlar qimorni ommalashtirish uchun juda ham professional. Ularga qoyil qoladigan darajada, ya'ni ular eplashadi bunaqa narsalarni. Los Angelesga borsangiz, mehmonxonalar arzon bo'lar ekan. Qarang, taktikani qarang. Las Vegasga borsangiz, mehmonxonalar arzon bo'lar ekan. Mehmonxonaga kirsangiz, kirgan zahotingiz anaqa qo'yib qo'yar ekan. Xonangizga dastlabki 3-4 ta o'yinda yutuqli fishkami nima deydi? Shunaqa narsa qo'yib qo'yar ekan. Nimaga desa, olib kiring qimorga. Tekinga bo'lsa ham kiring birinchi. Sizni kirgizib olgandan keyin o'tda bitta yutasiz, ikkita yutasiz. 2 dona adrenalin miyangizga tomgandan keyin bo'ldiki, hamma narsani sotib o'sha qimorda o'sha yerda aylanib qolasiz. Arab boylardan falon million dollar yutqizib ketdi deb gaplarni eshitardik. Bular hammasi bor narsalar. Bu kapitalistlar qimorni eng yaxshi o'yin qilib, targ'ibot qilib sota bilishadi. Endi biz musulmonlar bu changakdan, bu botqoqdan qutulib qolish uchun faqat va faqat islomga muhtojmiz. Iymonga muhtojmiz. Iymoni bor odamgina qutuladi. Qaytaraman. Iymoni bor odamgina qutuladi bulardan. Iymoni zaif, islom bilan ishi yo'q, hayoti tasodif, tavakkal yashayotgan odamlarning aksariyati bularni chuquriga tushadi. Shuning uchun do'stlar, ogohlantiraylik. Qimordan ogohlantiraylik. Alloh taolo qimorni Qur'onda butparastlik bilan yonma-yon zikr qilgan. Innamal khamru val maysiru val ansabu val azlamu rijsum min amali shayton. Mast qiluvchi ichimliklar, mast qiluvchi moddalar. Qimor, butparastlik, folbinga borishlik. Mana shu 4tasi rijis, shaytonning amalidan deyapti Alloh taolo. Rijis iflos narsa degani. Shaytonning amali. Ochiq oydin Alloh taolo aytayapti. Va bu joyda qarang, mast qiluvchi ichimlik bilan qimor yonma-yon kelyapti. Demak, ichgan bilan qimor o'ynagan bir xil. Va butparastlik ham yonma-yon kelyapti. Uchinchisi butparastlik. Butga sig'inadi-yu. Yog'ochchi yasab olib, haykalni yasab olib, shu haykaliga omoho qilib sug'inib yuradi-yu. O deb. Qimorvoz o'sha butga sig'inayotgan bilan bir xil. Folbinga borish ham xuddi shunaqa deyapti. Iqbolga borish xuddi shular bilan bir xil. Iqbolni oldiga borib, meni silab qo'ysa tuzalaman deyish, aroq ichgan bilan, qimor o'ynagan bilan, butga sig'ingan bilan bir xil. Fajtanibuhu deyapti. Alloh aytayapti. Chetlaninglar. Ijtinob degani jam so'zdan olingan. Bu qoching degani, uzoqlashing undan degani. La'allakum tuflihun. Shundan najot topasiz. Bo'lmasa halok bo'lasiz.
Bu 4 ta narsani ichiga kirgan odam yoki 4 tasidan birortasini ichiga kirgan odam xor bo'ladi. Xor bo'ladi. Topgan puli million ko'z yuzi o'ynatishi mumkin ba'zi qimorbozlar, lekin dunyo abadiy emas. Oqibatda xor bo'ladi. Topgan puli o'ziga dunyoda hasrat bo'ladi, qiyomatda javobgar bo'ladi. Hamza Chimayevga men qoyil qolmadim lekin. Yana aytishar mana bizda ham bir ikkita shunaqa janglar bo'lib o'tibdi yaqinda. Uni ham ming xil gap gapirishyapti. Bu ko'pchilik pul tikadi deb bir tomonni chaqirib olib, uni juda baland ko'rsatib o'sha bilan gaplashishadi. Qancha yutasan misol uchun? Qancha yutishi mumkin? 5000 dollar, 10000 dollarmi ha? Senga 300 000 dollar beramiz mana. Bo'ldi, yutqizib ber bo'ldi. Chunki bu yoqda odamlar 3 million dollar pul tikkan bo'ladi hamma. Aldanib lo'q bo'lib yuribdi odamlar, shularga ishonib, shularni shousiga aldanib. Alloh najot bersin. Do'stlar, iymondan boshqa najot yo'q. Islomdan boshqa hidoyat yo'q. Ko'zinglarni ochib, ko'zimizni ochib, o'zimizga kelib olaylik. Noto'g'ri yo'l. Qimordan ogohlantirish uchun bugungi yo'l uzra suhbatlarimizni o'tkazdik. To'g'ri qabul qilasizlar. Alloh taolo haqdan ayirmasin. Haqqa yetkazishlikda o'zi kuch-quvvat bersin. Shu suhbatni ko'proq tarqalishligida hissa qo'shing, ajr bo'ladi, savob bo'ladi. Yaqinlaringizni hech yo'q ogohlantirasiz. Yaqinlaringizni hech yo'q asrab qolasiz. Bu bo'layotgan propaganda, bu bo'layotgan reklama qurollari juda ko'p odamlarni xonavayron qildi. Bir qancha blogerlar, Alloh rozi bo'lsin, O'zbekistonda chiqishib qimor reklamalari menga oyiga 50 000 dollar taklif qildi, yo'q dedim deb chiqishdi. Hatto qimor reklamalari qimorni yomonlab nomini aytib berishga ham pul beradi. O'shaning uchun nomini ham aytishlik xatarli bo'lib qoldi. Adashib aytib yorishligidan ham saqlanishimiz kerak ekan. Qarang. Nomini aytish, bu aytsang bo'ldi, yomonlasang ham mayli. Mana 20 000 dollar, mana 30 000 dollar taklif qilyapti kompaniyalar. Ularga aldanmaslik, ularga qarshi turishlik vazifamiz. Sizni, biz, men hammamiz mana shu mavzularni yoritib atrofimizga tarqataylik. Qimor iqtisodiy jinoyat, ma'naviy jinoyat, ijtimoiy ahvolni rasvo qiladigan eng katta omillardan bittasi. Ijtimoiy vaziyat buzilib ketadi. Odamlar dangasa bo'lib ketadi. Soxtakor ko'payib ketadi. Va hokazo, va hokazo. Alloh taolo o'zi hidoyatdan ayirmasin. Duoinglarda eslab turinglar. Men Costa Coffee'ga keldim. Costa Coffee'dan bitta kofe olib, yo'limda davom etaman inshaalloh. Mashina qo'yadigan joy yo'q-ku bitta, nima qilamiz? Ha? Chetga qo'yib tursak-chi. Bismillah. Duoda xayrli eslab qo'yinglar. Assalomu alaykum.